nima kerak bor to'ylarimizda bunaqa isrofgarchilikdan? Bitta ovqatga odamning qorni to'yadi-ku. Ortiqcha xarajatga yo'l qo'ymayman, tushundingiz-a, kuyov? Qachonchi to'yni soat 8da tugating? 8da nima qilamiz to'y tugatib? 8dan keyin uyqum kelib qoladi-da. Assalomu alaykum, bo'dish qaynota, yaxshimisiz? Qani, bezdelnik kuyov, keling qani o'tiring. Xo'sh, meni qizimga uylanmoqchi bo'lsangiz, bir ikkita shartlarim bor. Rozimisiz? Любой shartingizga tayyorman. Xo'sh, birinchi shartimni eshiting. Hozir men bilan yoshim bachaloq o'ynaysiz. Siz meni topishingiz kerak. Landa o'yin boshlandi. 99 100 orqamda turgan tup-tuka. Mana. Qaynota. Beg'ubol qaynotam. Yo, bu yerda ham yo'q. Va hojatxonaga kirib olganman ekansiz. Siz meni loq. Betishga qaynota, chiqing, topolmayapman. Topolmadingiz aka. Siz meni birinchi shartimdan o'tolmadingiz. Bitta yoshim bachaloqda meni topolmadingiz. Ertaga hayot yo'lingizni qanaqa qilib topasiz? Ey notavon kuyov. Второе задание. Mana shu legolardan menga chotki qilib uy qurib berasiz. Sevgi uchun quraman. Qurolmadim, dadjon. Makka. Mana senga. Bitta legodan uy qura olmayapsan. Erta kelajagingni qanaqa qilib qurasan? Xo'sh, oxirgi shartim. Toshkent shahridagi eng zo'r qariyalar uyi qayerda? Qariyalar uyini bilmadim, lekin Bilmasangiz bilib oling. Toshkent shahridagi eng zo'r qariyalar uyi bu Montessori ta'lim. U yerda bizga o'xshagan qariyalarni 5 mahal halol ovqatlantiradi. Ushbu qariyalar uyi matematika va ingliz tiliga ixtisoslashgan bo'lib, 1,5 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan cholga birlagan xizmat ko'rsatishadi. Xullas, birorta shartimdan o'ta olmading. Senga beradigan qizim yo'q. Alyo, open budjetga ovoz bermaymiz. Ha o'g'lim, eshitaman. Ha qayerda bo'lardim? Eshitaman. Ay. Ulug'bek tur. Kanikulda ishlab maktab bozorga pul yig'aman degding. Oyi, men sizga nima qilaman? Tinch qo'yinglar. Ertalab turib tovuqlarim bozorda sotaman degding. Turmaysanmi? Voy, kun yorishib ketdi. To'g'lar olib sotishim kerak edi. Men sizlarga bog'liroq turg'izinglar deb aytdim-ku. Men turg'izinglar, oyi. To'g'ri bu yo'q edi. Olay tovuqni orqaga olib. Anaka yo'l kiram pulini beraman, namincha. Bera qo'yinglar menga shuni. Ay, so'rayotgan pulingiz yegan yemini oqlamaydi, o'ylab gapirasizmi? Kan qoq abet bo'ldi, bozor qaytayotdi. Mendan boshqa hech kim olmaydi buni. Qiynalib oqqanman, yo'q. O'zing bilasan. To'xta. Ha? 5000 qo'yishim bo'pti, 5000. 5000 nima bor endi ukam? Suolaman, yo'l kiram ishlataman. Bo'pti ber. Qapas pulni bermaysiz? Yo'q. O'zi shpatir ushlaganmisan? Yo'q, unaqa ishlar qilmaganman, lekin shu stirib olaman, eplayman. Sen shukurkan qilolmasang kerak. Ol, gaplashing, nech puldan berasiz kuniga shuni? Aka, eshitdingizmi? iPhone 16 chiqdi, Dubayskisi zo'r ekan. Dubayskisi bo'lmaydi. Ana qo'shnimiz Jabborning qizi Dubayga borib, Dubayski degan nom orttirib oldi. Hozir erga tegolmay yuribdi. Erim meni Maldiv orollariga olib boradilar. Eshitmadingizmi, Maldiv admin bo'pti-yu, hamsterdan ko'p pul chiqmabdi. Menimcha bugun bu mavzuni ochmaganingiz yaxshi. Nega ekan? Maldiv o'rniga onangiznikiga jo'natib yubormasin. Voy tavba. Bir to'yda bo'lib kelgan. Men bir o'zim. Birinchi kelganimni shunday vertushka berib bittada o'chirdim. Eng kattasi shunday yoqasidan ushladim, qolganini ajratmoqchi bo'ldi. Jaqt berib ezib qo'ydim.